ketidan sizga orqasidan mana bunga o'xshagan bitta list tarqatiladi. Ya'ni listning ichida xuddi mana shunday birinchi bo'lim, ya'ni mana bunday birinchi bo'lim durumi berilgan. Siz nimani yozish kerak guruh 1da? Guruh 2da nimani yozish kerakligi haqida beriladi. Keyin kompozitsion savoli berilgan bo'lgan bitta list tarqatiladi, ya'ni qo'shimchasiz. Ya'ni savoli mavjud bo'lgan list tarqatiladi. Xo'p, siz endi yozma bo'limi haqida gaplashyapmiz do'stlar bu yerda. Endi yozma bo'limi bo'yicha eng birinchi bo'lim men o'quvchilarga tavsiya qilaman, birinchi bo'lib kompozitsion yozing. Birinchi bo'lib kompozitsion yozishing senda manfaatli deb o'ylayman deymanda, birinchi bo'lib kompozitsion yozishni tavsiya qilaman. Sizlarga ham shuni tavsiya qilib qolardim, agarda kompozitsion yozishni bilsangiz, kompozitsion yozing. Lekin tushuntirish bo'yicha birinchi bo'lib e-posta tushuntiramiz. Xo'p, endi yozma bo'limi bilasiz, yangi tahrirda o'tgan, yangi tahrirlangandan keyin u yerda bitta rasmiy, bitta norasmiy post yoziladi va bitta kompozitsiondan yoziladi. Endi ya'ni ikki bo'limdan iborat bo'ladi yozma bo'limi, e-postalar bo'limi va kompozitsion bo'limida tashkil topgan bo'ladi. E-posta bo'limida do'stlar u yerda 1 2, ya'ni 1 degan joyda norasmiy post yozasiz, 2 degan joyda rasmiy post yozasiz. Sizda mana bu yerda ham mana qarasangiz durumi berilgan, nimani ochiqlash kerak bo'lgan vaziyat berilgan. Mana bu yerda 1 ya'ni guruh 1da nimani yozish kerak, ya'ni norasmiy postada nimani yozish kerak haqida ma'lumot berilgan. 2 ya'ni rasmiy postada nimani yozish kerak haqida ma'lumot berilgan. Siz e-posta qog'ozini olasiz. Mana bu old tomoni, mana bu orqa tomoni hisoblanadi e-posta qog'ozini. Endi e-posta o'zi nima? Va e-posta deganda nimani yozishimiz kerak? Ya'ni rasmiy posta nima, norasmiy posta nima? E-posta degan so'zini o'zi elektron pochta manzili orqali yozilayotgan xat hisoblanadi. Ya'ni biz buni qog'ozda yozamiz endi. O'sha narsani biz qog'ozda yozamiz. Ya'ni xatni, maktubni qog'ozda yozamiz. Xo'p, e-postalar turi juda ko'p. E-postaning turi juda ko'p. Yozish strukturasi bo'yicha rasmiy va norasmiyga bo'linadi. Yarim rasmiy, o'rta rasmiy, chala rasmiy degan gaplar yo'q. Rasmiy va norasmiy maktubga bo'linadi. Boshqa narsa yo'q. Xo'p, shunday ekan, endi maktub yozayotgan vaqtingizda asosan rasmiy maktub qanday yoziladi, norasmiy maktub qanday yoziladi, strukturaviy jihatdan bilishingiz kerak, tamom. Xo'p, endi 1da siz nima yozasiz? Norasmiy maktub yozasiz. Mana bu yerda ham o'zi berilgan, mana 1da kursun bir uyasi olan arkadaşınızda bir e-posta yazınız. Ya'ni rasmiy maktub kimda yoziladi o'zi? Norasmiy maktub kimda yoziladi? Norasmiy maktub do'stlar, siz do'stingizga yozishingiz mumkin, onangizga yozishingiz mumkin, otangizga yozishingiz mumkin. Ya'ni ichki maktub hisoblanadi. Norasmiy maktub. Xo'p, norasmiy maktub yozayotgan vaqtingiz men buni kattalashtiraman. Ya'ni 1dan 2 gacha bo'lgan joyga yozishingiz kerak. Ya'ni o'zi norasmiy maktubingiz do'stlar 50 ta so'zdan iborat bo'ladi. Rasmiy maktubingiz do'stlar 150 ta so'zdan, 120 ta deyilganda o'zi 120 ta so'zdan iborat bo'lsa bo'ladi. Ya'ni rasmiy maktubingiz 100 chiziqcha 120 ta so'zdan iborat bo'lsa bo'ladi. Kompozitsioningiz 180 chiziqcha 200 so'zdan iborat bo'lsa bo'ladi. Tekshiriladi, как положено tekshirib ba'zi qo'yib beriladi. Tushundingizmi? Xo'p, endi norasmiy maktub do'stlar. Norasmiy maktub haqida gaplashaylik. Ya'ni maktub turi ko'p. Misol uchun unir maktubi, tavsiya maktubi yoki dilakcha yetakdalik ketaveradi. Lekin yozish strukturasi bo'yicha necha xil bo'lar ekan? 2 xil strukturada yoziladi maktub. Xo'p, ustoz, endi maktub 2 xil strukturada yozilsa, keling norasmiy maktub haqida gaplashaylik. Ya'ni norasmiy maktub bu otangizga, onangizga yozayotgan maktublaringiz, ichki maktublar norasmiy maktub hisoblanar ekan. Norasmiy maktub yozayotgan vaqtingizda 1 barmoq va 2 barmoq tashlanadi mana bu yerdan. Tashladingiz mana. Shu yerda xitob qismi qo'yiladi. Xitob qismi qo'yiladi. Canim annem, ya'ni canim arkadaşım. Merhaba Ahmet. Virgül keyin. Qo'ysiz, virgulni qo'ysiz. Keyin buni tagidan 1 barmoq, 2 barmoq bilan shuni tagidan. Ya'ni salom alayk qilasiz. Ya'ni hol so'raysiz. Hol so'radingiz. Nasılsın, iyi misin, ben iyiyim, bir narsa dediniz. Keyin kirish qismi yoziladi. Ya'ni kirish qismida nima yoziladi do'stlar? O'sha e-posta haqida to'liq ma'lumot beriladi. Ya'ni nima haqida bu e-postani yozyapsiz? O'sha haqida panch amajila sana bu e-postani yozyurim. Ya'ni maqsadingiz kirish qismida beriladi. E-postani asosiy maqsadi qayerda berilar ekan? Kirish qismida beriladi, bo'ldi. Shu bilan kirish qismi tugaydi. 1 barmoq va 2 barmoq bilan keyin gelishma qismi boshlanadi. Do'stlar, gelishma qism e-postani asosi hisoblanadi.
yozmoqchi bo'lgan har qanday ma'lumotingiz, ana tushuncha, qanday o'rnaklar, etakdalik boshqa narsalar mana shu qismda beriladi, ya'ni gelishma qismida beriladi do'stlar. Tushunyapsizmi? Gelishma qismi buni endi gelishma qismi ham ja yirik bo'lib ketmaydi, chunki 50 ta so'z degan uchun ja yirik yozish shart emas. Xo'p, 50 dona so'zga mos bo'lgan e-postani gelishma qismini yozasiz. Mana shuncha yozsangiz yetadi, misol uchun yana bir qator yozishingiz mumkin, ya'ni bir qator yozishingiz mumkin. Bo'ldi. Shu bilan sizda gelishma qismingiz ham tugadi. Agarda yozmoqchi bo'lsangiz, buni xulosa qism deya olmaymiz, lekin kapanish o'sha xulosa qismiga o'xshagan narsasi bor, ya'ni bir barmoq va ikki barmoq bilan nima deb yozishingiz mumkin? Kinini ibak, iyi çalışmalar dilerim. Yani arkadaşım kinini iyi bak, iyi çalışmalar dilerim deb shuni tugatishingiz mumkin siz. Keyin buni ostidan, ya'ni tugatish so'zlar bor, ya'ni kapanish qismidagi so'zlar bor. Bir barmoq, ikki barmoq bilan selam va sevgilarimni deysiz, virgulni qo'yasiz. Shuni ostidan ism, familiyangizni qo'yasiz. Ya'ni mana bu yerda sizga berilgan savolni ostida ko'pchilik holatlarda savolni ostida o'rnayin deb ism nimadir berilgan bo'lsa, o'sha ismni qo'yasiz. Misol uchun bu yerda kim yozish mumkin? Ruya Gulay yoki bir narsa Aksu, bir narsa Aksu. Ko'pchilikni ko'raman, misol uchun Yasminani o'zini yozadi qo'yadi. Misol uchun selam va sevgilarimni yozdi. Selam va sevgilarimni yozadi. Bilasizlar, norasmiydi. Yozdi, virgulni qo'ydi. Ostidan nima qo'yadi? Yasmina deb yozadi bo'ldi. Yo, Yasmina Gunayni ham qo'yib qo'ying bu yerda. Yasminani o'zi bilan tugatish kerak emas bu yerda. Ya'ni ism, familiya, ya'ni Gunayi bo'ladi o'shanda. Tushundingizmi? Bu norasmiy posta hisoblanadi. Bu norasmiy posta hisoblanadi. Norasmiy posta ko'rganingizda mana shuncha bo'ladi. Ya'ni 50 chiziqcha 70 ta so'zdan tashkil topgan bo'ladi. Keyingisi rasmiy posta. Xo'p, ustoz, rasmiy posta qayerda yoziladi va qanday tartibda yoziladi? Rasmiy posta bu davlat tashkilotlari, forumlarda yozilayotgan e-posta bu rasmiy posta hisoblanadi. Bu ham bir barmoq va ikki barmoq bilan qaysi tashkilotda yozyapsiz bu e-postani tushunib berasiz. Misol uchun mana bu yerda aytilgan o'sha 1-2-1 guruh 1-2-1 da kurs yunitchisini bir e-posta yozamiz. Mana bu yerda kurs yunitchisi apostrof ne beriladi do'stlar. Apostrof ne. Buni ostidan nima beriladi? Xitob qismi beriladi. Bir barmoq, ikki barmoq bilan sayin yetkili yoki sayin ilgili berasiz. Sayin yetkili yoki sayin ilgili berasiz. Xo'p, agarda sizni yozayotgan maktubingizda kimga yozayotganingiz aniq bilinmayotgan bo'lsa, ismini yozishingiz mumkin. Misol uchun Sayin Ahmedbek. Ya'ni sizning maktubingizda Ahmedbek o'qiydi. Yo'q, siz ismini bilmaysiz. Shunchaki maktub yozayotgan bo'lsangiz, sayin yetkili yoki ilgili berasiz. Yetkili yoki ilgili degani bu hurmatli mutasaddi degan ma'noni beradi do'stlar. Hurmatli mutasaddi degan ma'noni beradi. Xo'p, endi buni ostidan nima boshlanadi? Kirish qismi boshlanadi. E-postani kirish qismi boshlanadi. Bu ham bir barmoq, ikki barmoq bilan yoziladi do'stlar. Ya'ni rasmiy e-postani kirish qismida o'zingiz tanishtirish bilan boshlaysiz. Benim adım kerak emas. Ben paloncha pistimoncha. 2 senedir sizin okulunuzda çalışmaktayım. Rasmiy postada maktab ma'lum meli juda katta ahamiyatga bo'ladi. Buni mana shulardan qo'llash kerak bo'ladi. Xo'p, yuqoriroq saviyadagi ball olaman degan o'quvchilar. Keyingisi mana shu sizga keyin mana shu yerda kirish qismini boshlagan vaqtingizda o'zingiz tanishtirdingiz. Ben paloncha. Sizda bu postani mana amaji ila nima qilyapman? Ya'ni maqsadingiz nima edi? Mana shu amaji ila sizda bu postani yozmoqdayim. Bo'ldi, tugadi. Bundan keyin do'stlar siz gelishma qismini boshlaysiz. Ya'ni rasmiy postdan gelishma qismi bir barmoq, ikki barmoq bilan davom etasiz. Bu rasmiy postani ham gelishma qismida asosiy ana tushuncha hamma narsani mana shu qismda berasiz do'stlar. Ko'pchilik o'quvchilarimiz yozayotgan e-postalarni ko'raman do'stlar. Kirish qism kattagon, gelishma qism maydagina yozib qo'yishadi. Gelishma qism eng yirik qism gelishma qism bo'ladi. E-postada ham, kompozitsionda ham esingizdan chiqarmang. Chunki har qanday o'sha e-postani ochiqlayotgan, ya'ni nima maqsadda e-postani yozyapsiz, sizga nimalar qilib berish kerak, misol uchun kurs yo'qlayotgan bo'layotgan bo'lsa, siz yozyapsiz-da. Nimalar qilib berish kerak sizga? O'shani to'liq ochiqlash uchun mana shu gelishma qismida ochiqlaysiz do'stlar. Kirish qismida o'sha nima maqsadda yozayotganingizni berasiz, o'zingiz tanishtirasiz, bo'ldi. U yerda ortiqcha narsa yozish kerak emas. Xo'p, mana shuni yozdingiz. Mana e-postani bu nechta so'zdan iborat bo'lishi kerak dedim? 120 ta so'z, 120 ta so'zdan iborat bo'lsa bo'ldi. 120 ta so'zdan iborat bo'layotgan bo'lsa bo'ldi. Shu qismida kelib tugatdim men. Misol uchun gelishma qismi tugadi. Gelishma qismi tugagandan keyin men ham xulosa qismchasiga o'xshagan narsasi bor.
u bunday bo'ladi do'stlar, qarang. Eğer benim mektubum ile ilgilenirseniz, bu ham bir barmoq, ikki barmoq bilan olinadi. Eğer benim mektubum ile ilgilenirseniz, önceden teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar dilerim deysizda, ikki qatorga yozsangiz yetadi. Bo'lib yozdingiz. Keyingisi buni ham nima qism bo'ladi? Kapanish qismi, ya'ni rasmiy postani kapanish qismi do'stlar saygılarim bilan yopiladi. Saygılarim bilan bo'ladi. Virgul bo'ladi. Buni ostidan ism, familiya bo'ladi. Buni ostidan tarix bo'ladi. Nechinchi sanada yozyapsiz? Buni ostidan nima bo'ladi? Email adresingiz bo'ladi. Buni ostidan imzoingiz bo'ladi. Bu shu bilan rasmiy posta tugaydi. Tushundingizmi do'stlar? Rasmiy posta shu joyda tugaydi. Keyin siz kompozitsionda o'tasiz do'stlar. Endi kompozitsion yozish texnikasidan o'tishdan oldin kimdadir qandaydir savol bo'layotgan bo'lsa, qo'lini ko'tarsa, men javoblab ketaman e-postalar haqida. Ovozni ochdim, ikki kishining ovozini ochdim, ya'ni kimni qo'lini ko'tarsa men javoblab ketaman. Berishingiz mumkin savolingizni. Eshitaman. Savolingiz bo'lmasa men kompozitsionga o'taman. Tushunarli bo'ldimi? Kamitda yozyapti ko'pchilik. Yasmina opa, ovozni ochdim opa. Yasmin yozaman opa, ovozni ochdim. Ustoz, menda savol bor edi. Bering opa. Men ovozim yaxshi boryaptimi sizga o'zi? Kelyapti. Mhm. Hozir bu abzas degan joy bor-u. Mhm. Ikki barmoq tashlagan joyimizdan boshlangan so'zimiz agar bitta qatorga sig'masa, ikkinchi qatoriga yozish uchun yana o'sha ikki barmoq tashlangan qatorga yana ikki barmoq tashlab keyin yozamizmi? Yo'q. Abzas bitta bo'ladi-yu. Abzas har doim ikki barmoq tashlanadi, keyingisiga bir barmoq tashlanadi. Ha, albatta. Xuddi shuni o'ylagansiz to'g'ri o'ylayapsiz opa. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, keyingisi biz o'tishimiz kerak bo'lgan narsa kompozitsion. Boshqalarda savol mavjud emasmi do'stlar? Qo'lingizni ko'tarsangiz men ochib yuboraman ovozni. Xo'p, savol mavjud bo'lmayotgan bo'lsa, kompozitsion qog'oz keladi sizga do'stlar. Xuddi mana shunday kompozitsion qog'oz keladi. Endi o'sha yanvar oyida kirgan o'quvchilar ham aytdi, chevra qililigi haqida keldi. Ya'ni chevra qililigi haqida kompozitsion mavzusi keldi. Endi shu chevra qililigi haqida yozmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, men sizlarga juda katta bir narsa berib o'tib ketaman. Yozayotgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib bu yerda kompozitsion nechta qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik o'quvchilar aytadi, ustoz, men kompozitsion yoza olmayman. Ya'ni kompozitsion yozishda qiynalaman deyshadi. Nima uchun qiynalishadi? Chunki kompozitsion yozish texnikasini bilishmaydi. Shu sabab uchun ham kompozitsion yoza olishmaydi. Ya'ni kompozitsion nechta qismdan iborat bo'ladi? U qanday yozilsa, qanday ball beriladi? Shu narsani bilmaganligi sababli ko'pchilik o'quvchilar pastroq ball olib chiqib kelishadi yoki bo'lmasa nima yodlashadi? Qolib yodlashadi. Men qolibdan foyda ko'rgan o'quvchini kamdan kam bilaman. Men endi qolib bermayman, foyda ko'rganmi yo'qmi uni ayta olmayman. Chunki qolibga foydasi bor. Ya'ni foydalana olgan insonga foydasi bor. Foydalana ololmagan insonga zarari katta, yirikroq hisob. Xo'p, endi kompozitsiyonni yozish strukturasi bo'yicha kirish, gelishma va so'nishdan tashkil topgan bo'ladi va boshliq bo'ladi. Endi qarang do'stlar, bu yerda endi qarang. Kirish qismida nima yozish kerak? Men qisqa qilib aytayapman, darsga yirikroq tushuntiraman. Bir barmoq va ikki barmoq tashlaysiz, ketdingiz. Mana bu yerda bir qator tashlab ketaman. Chunki men boshliq qo'yaman. Bir barmoq va ikki barmoq tashlaymanda kirish qismini boshini boshlayman. Ya'ni kirish qismida men o'sha menga berilgan mavzu borki, misol chevra qililigi haqida o'sha o'qiyotgan odamni ilgisini chekayotgan ma'lumotlarni mana shu kirish qismida beraman. Do'stlar, kirish qismida o'qiyotgan insonni ilgisini chekadigan ma'lumotlarni bering. Har xil o'rnaklar, ataso'zlar, itakdali boshqa narsalar berilmaydi bu qismda. Bu qismda faqat o'qiyotgan insonni ilgisini chekadigan narsalar beriladi, bu xos. Buni kamera bo'ladimi kirish qismi? Jaylik hisob bo'lmaydi. Keyin
kirish qismi tugagandan keyin gelishma qismiga o'tasiz. Gelishma qismida bir barmoq va ikki barmoq tashlaysiz. Bir barmoq va ikki barmoq tashladingiz. Gelishma qismida o'sha sizda berilgan kompozitsionni to'liq ochiqlanayotgan qismi bu gelishma qismi hisoblanadi do'stlar. Bu gelishma qismida ataso'zi ham berishingiz mumkin, o'rnak ham berishingiz mumkin. Kompozitsionni gelishma qismida siz bir qancha paragrafdan iborat bo'lishi mumkin kompozitsionni gelishma qismi. Ya'ni paragraf degani abzasdan iborat bo'lishi mumkin. Abzas nima uchun qo'yiladi? Bir jumla tugagandan keyin ikkinchi jumlani boshlayotgan vaqtingizda qo'yiladi. Ya'ni jumla deganimda bir fikr tugadi, ikkinchi boshqa bir fikrni boshlayotgan vaqtingizda nima qo'yiladi? Abzas qo'yiladi. Bir barmoq, ikki barmoq bilan. Bu kompozitsionni gelishma qismi juda uzun bo'ladi do'stlar. Siz yozmoqchi bo'lgan kompozitsiya, masalan, chevra kirlilik haqida to'liq ma'lumotni mana shu yerda berasiz. Keyin ataso'zi bermoqchisiz. Misol uchun, atalarimiz dediği gibi yozdingiz. Bundan keyin ataso'zini bermoqchi bo'lsangiz, qo'shtirnoq yuqoriga qarab ochasiz, ataso'zini yozasiz. Nimadir bermoqchi bo'lgan ataso'zni yozasiz. Yozsa, yana qo'shtirnoq yuqoriga qarab yopasiz, pastga qarab nimani qo'yasiz, virgulni davom etasiz. Ya'ni ataso'zini davom etib ketasiz. Ya'ni ataso'zni yozishda davom etib ketasiz. Boyaki endi ataso'z yozdingiz-ku, ataso'zni ochiqlab ketasiz, salgina qismangina ochiqlanishni ham berib ketasiz mana shundan keyin. Davom etib ketaverasiz. Xo'p, men ko'pchilikda bilaman, faqat qog'ozni old tomoniga tap yozib tashlaydi, bo'ldi. Kompozitsionni xulosa qismigacha mana shu qog'ozni old tomoniga yozadi, ketadi, bo'ldi. Do'stlar, qog'ozni orqa tomoniga ham o'tishimiz kerak gelishma qismimizda. U yerda 180-200 so'z degandan keyin qog'oz orqa tomoniga obязательно o'tasiz, do'stlar. Xo'p, qog'oz orqa tomoniga o'tgandan keyin misol uchun bemalol yozib ketaverasiz o'sha bir barmoq bilan, davom ettirib ketaverasiz gapingizni. Muammo bo'lmaydi bu yerda. O'sha siz yozmoqchi bo'lgan kompozitsion to'liq mana shu qismda ochiqlanadi. Kompozitsionni gelishma qismi eng asosiy qismlardan bittasi hisoblanadi. O'z nomi bilan o'zbekcha tarjima qilganingizda asosiy qism deb tarjima qilinadi. Xo'p, kompozitsionni gelishma qismi men sizga taxminan aytishim mumkin. 140-150 ta so'zdan tashkil topgan bo'lishi mumkin. 140-150 ta so'zdan tashkil topgan so'z yozasiz. Boyaki kirish qismigachi kompozitsionni kirish qismida siz nechta yozishingiz mumkin do'stlar? 40-50 ta so'zdan tashkil topgan yozishingiz mumkin. Keyin kompozitsionni gelishma qismi tugagandan keyin xulosa qismiga o'tasiz. Bir barmoq, ikki barmoq bilan xulosa qismi. Xulosa qismi обязательно so'nuch olarak degan fikrlar berilishi kerak bo'ladi. Ya'ni asosan xulosa qilib aytganimda degan fikrlar berilishi kerak bo'ladi. Buni ham xulosa qismida do'stlar 40-50 ta so'zdan tashkil topgan bo'lishi kerak. Ko'pchilikda men ko'raman, kompozitsionni kirish qismi juda katta bo'ladi. Ayni misol uchun o'sha qog'oz old tomon to'lgan bo'ladi kirish qismi bilan. Gelishma qismi 4 qatorgina bo'ladi. Xulosa qismi 7 qatorgina bo'ladi, bo'lib tugaydi shu bilan. Yo'q, siz bu yerda gelishma qismini kattaroq qilishingiz kerak. Xuddi mana shunday bo'ladi, xulosa qismi ham tugaydi. Xuddi mana shunday xulosa qismi tugaydi mana. Xulosa qismi tugadi. Endi men sizga kompozitsiya yozish uchun asosan bitta bir o'rnak berib ketaman. O'quvchilarga berayotgan bitta fikrdan bittasini berib ketaman. Misol uchun ko'pchilik ustoz deydi, kompozitsiyaning kirish qismini yozishda men qiynalaman. Ya'ni kirish qismini siz aytdingiz, hozir mana bu yerda aytdingiz. Kirish qismida nima yozishimiz kerak haqida gapirdim men do'stlar. Kompozitsiyaning kirish qismida dedim men o'qiyotgan odamni ilgisini chekayotgan ma'lumotlar bering deb aytdim, to'g'rimi? Xo'p, o'qiyotgan odamni ilgisini chekishim uchun ustoz men qanday ma'lumot berishim mumkin? Qanday gapirishim mumkin? Misol chevra kirlilik haqida yozyapsiz. Mana bu yerda men qolip bitta. Endi misol kirish qismida qolib qilsa bo'ladi. Qanday bo'ladi? Günümüzde çevre kirliliği konusu global problem olarak değerlendirilmektedir. Maktadır bular nimaydi? Saviyasi yuqoriroq bo'ladi. Yaxshiroq saviyadagi nima olasiz? Birçok insonlar çevre kirliliği hakkında falan filancha düşünmektedir. Böylece düşünmektedir. Yani ikinci qatordan ketdi. Üçüncü qatordan. Çevre kirliliği konusu hakkında farklı görüşler vardır. Genel olarak kabul edilen bir görüşe göre çevre kirliliği toplum için çok mesela zararı ya da vardır. Bu shu bilan kirish qismi tugadi. Mana shu 40 ta so'zdan tashkil topgan bo'laman. Men hozir 40 ta so'zdan tashkil topgan bo'lgan bitta gap aytdim sizga. Mana shu kirish qismi tugaydi. So'ng endi salgina bog'lovchilar bilan bir-biriga bog'laysiz buni. Oysaki, nisaki, holbuki, madomiki bog'lovchilar bilan bog'laysiz, kirish qismi tugadi. Kirish qismi tugagandan keyin gelishma qismida mana bu bog'lovchilardan foydalansangiz sizga nima bo'ladi? Yuqoriroq ball beriladi.
Xulosa qismida bu yuzunda so'z olarak buning so'nujunda degan fikrlardan foydalansangiz yuqoriroq ball olasiz do'stlar. Bu hozir qisqacha men misol uchun kompozitsion va iposta haqida ma'lumot berdim. Endi kompozitsionning boshliq qismiga kelaylik do'stlar. Ustoz, kompozitsionda boshliq degan fikrni berdingiz-ku, aytmadingiz. Boshliq nima edi? Boshliq degani siz yozgan kompozitsiyonni eng qisqa shaklda anlatganingiz bu boshliq hisoblanadi. Boshliq bo'lishi mumkin, 10 ta so'zdan tashkil topgan bo'lishi mumkin, ya'ni bir yoki bir nechta so'zdan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Endi boshliq qo'yayotgan vaqtingizda o'sha boshligingiz bir qatorda sig'ayotgan bo'layotgan bo'lsa, ya'ni bir qatorda mos bo'layotgan bo'lsa boshligingiz do'stlar, nima qilishingiz mumkin bu yerda? Har bitta harfni katta harflar bilan yozasiz, ya'ni. Misol uchun boshliq qo'ygansiz Hasanjon Qosimovdir. Hasanjonni X'si, A'si, S'si, A'si, N, J, O, N, Q, O, S, I, M, O va har bittasini katta harflar bilan yozasiz. Agar sizni boshligingiz ikkinchi qatorda ham tushayotgan bo'lsa, misol uchun turk tili Hasanjon Qosimov yozmoqchi bo'lsangiz, turk tilini T'si, tilini T'si, grammatikasini G'si, Hasanjonni X'si, Qosimovni Q'si katta harflar bilan yoziladi. Ya'ni ikki qatorga tushayotgan bo'lsa. Bu sizga hozir o'tib bergan nimamiz kompozitsion iposta haqidagi ma'lumotlar edi. Endi do'stlar, kimda qanday savol mavjud bo'layotgan bo'lsa, menda berishi mumkin, men javoblayman. Ustoz, menda yana savol bor edi-da. Bemalol. Turk tilida misol uchun bitta so'zni yozyapmiz, sig'may qoldi. Chiziqcha qo'yib ko'chiramizmi? Bugun ko'chirish qanday bo'ladi? Turk tilida bugun bor ko'chirish narsa. qoidasidan foydalansangiz bo'ladi, juda ko'p foydalanmang. Bugun ko'chirish qoidasidan foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun har bir qatoringizda bugun ko'chirish foydasiz bu. Har bir qatoringizda nima bo'lishi kerak emas. Chunki kam bugun ko'chirish kerak. Shunday chiziqcha qo'yib ko'chiramiz. Albatta. Albatta. Yana kimda qanday savol mavjud? Javoblab beraman. 22 minut bo'libdi darsimiz.